Xullas, oyligimni tikaman. 1,8 ming. Pensiyamni tikaman. Oyi, tikiladigan pensiya qolmadi. 10 yilligini keliningizga yutqizib bo'ldingiz. Pas. Shu o'yinni o'ylab topgan odam oldimda bo'lganda edi. 45-razmer tapichkamni kursiga qadab qo'ygan bo'lardim. Mena pas. Yes! Yutdim! Kelin. O'ynashni o'rganib oling. Daddosh. Teshqasin. O'zimni zalaqay kelinimdan Abbosing. Tochkaning xo'jayini kimligini bir ko'rsatib qo'ying. Hey, o aytib qo'yay, gruppovoyda statiyasi og'irligi. Men kelinimga ishonaman. Fas kelin. Mana! Men sana bu yedingmi? Qanday bo'lar ekan arzanda kelin? Endi tochkani xo'jayini menman. Kelin. Langsizda. Sizni boshdan bilganman. Sizda fayz yo'q. Tug'ma botsiz. Oyjon? O'zimiz Zolotoy o'g'limdan, sochini prichoskalaridan. Hozirgina Zolotoy kelin men edim-ku. Birsin puling qolmadi, azizam. Endi nimani tikasan? Unda o'zimni tikaman. Kelin, biz odam savdosiga qarshimiz. Unda o'g'lingizni tikaman. Aytdim-ku, biz odam savdosiga qarshimiz deb. Ha, o'g'lingiz odam emas-ku? It ekansan. Hozir o'g'limning tuvagi tilladan bo'lib turibdi. Oyi, dunyoda shuncha narsa turib, meni omadimni gashoga o'xshatdingizmi hozir? Unda tillalarimni tikaman. Nozik joyiga keldi. Endi o'zim aralashmasam bo'lmaydi. Ho'kiz, joyni bo'shat. Xo'sh, nech pullik tillangiz bor? 30 million. Kallangiz bilan urushib qolmadingizmi? Bu tillangiz 30 millionga ketmaydi. Men hammasini surishtirdim. Oloy bozoridagi diamant tilla do'koniga olib borib sotsangiz, ular normalniy narxda olib qolishadi. Hozir butun shahar bo'yicha tillani eng qimmat narxda mashina olishadi, tushundingizmi? Oyjon. Endi tochni o'lding. Tochkaning xo'jayiniman deng. Omon bo'linglar, tochkaning xo'jayinlar. O'zi soxta pul o'ynab shuncha aljirab qoldi. Yana tochkani xo'jayini degan gap topibdi. Между прочим, buni birinchi bo'lib Chingiz aytgan.